Bugungi dam olish kunimiz ham zavtrak bilan boshlandi. Ertalab vaqt turib bolajonlarga zavtrak tayyorlab, zavtraklarni berib, uchala bolamni ham kiyintirib, o'zimiz ham kiyinib, ko'chaga yo'l oldik. Xo'jayinimni ko'chkaglik xolalarini o'g'illari uylariga taklif etgan edilar. Mehmondorchilikka ketyapmiz. Yo'l uzoqligi uchun уже bolajonlar ham uxlab qolishdi. 1,5-2 soatda yetib boramiz. Yomg'ir ham yog'vordi. Ko'rib turganlaringdek Moskvada hali qor yo'q, lekin havo ayozcharoq edi. Biz уже yetib keldik. Bu yerda faqat dachniy domlar ekan. Shu yerdan ular yer olib, uy ko'tarishyaptilar. Mana ko'rib turganlaringdek mahallalari judayam chiroyli edi. Havosiga kelsak, havosi ham judayam toza. Biz ham уже yetib kelib ichkariga kirib, hammamiz so'rashib, уже xolamni kelinlari non qilgan ekanlar. Shuni ko'rsatgim keldi, qanday qilib yopishlarini. Katta pechkalari bor ekan, pechkalariga alov qilib, qozonda qizdirishga qo'ydilar va nonlarni yasab, qozonda pishirib oladilar ekanlar. Nonni mana yopishtiryaptilar. Ustiga hozir qattiq qilib, krishkasini yopib qo'yadilar. Nonni yopib, keyin tashqarida o'choqda oshni boshladilar. Shunday qilib zirbakni ham boshladilar. Mana ko'rib turganlaringdek tashqarida osh qilyaptilar. Уже nonlar ham tayyor bo'lib, nonlarni hammasini oldilar. Mana ko'rganlaringdek Tojikistonda xuddi tandirda noniday bo'ldi. Oshlar ham tayyor bo'ldi. Stollarni nakrivat qilib, уже ujin qildik. Hammamiz gaplashib o'tirib, bolajonlar ham maza qilib o'ynashdi va уже biz uyga qarab yo'l olamiz hozir. Уже biz tashqariga chiqdik, ketyapmiz. Mana ko'rib turganlaringdek judayam chiroyli uylar. Уже quyosh ham botyapti. Bugungi dam olish kunimiz ham shunday qilib tugadi.